qilayotgan bo'lsa, uni bartaraf qilaylik deganlar. Kim eshitgan bo'lsa, bu haqda hadis ham bor. O'sha bilan deydilar. Vallohu alam. Ikkita odam o'tib ketayotganda shubhali qarashganda, keyin aytib qo'yganlar, bu meni ayolim Sofiya deb qo'yganlar. Işte bu ular gumonda qolib ketmasligi uchun. Rahmat katta. Maharga nima so'radingiz? Aytmayman. Aytmayman, keyin aytaman. Keyin u to'ydan keyin bemalol vaqt bo'lganda podrobno aytib beraman inshaalloh. Lekin bizadan kutmanglar unaqa fotosessiyalar, zaksdan, nikohdan, har xil shunaqa fotosessiya, video bir narsalar kutmanglar. Effektim o'ynayapti. Kutmanglar bizadan, chunki bilasizlar, turmush o'rtog'im juda ham seriozniy insonlar, o'shaning uchun voy cho'ta men bu effektim o'ynayapti. Nima bo'ldi ekan bunga? Hisobot berishi shart emas. Bu hisobot emas, bu fitnani yonini oldini olish shunchaki. Shundoq to'yingizga borgim keladi. Uzoqroq o'tiraman shekilli. Bu effektim nimagadir o'ynab qoldi. Nima bo'tgan ekan? Odam ko'pmi yoki? Bir-biringizni qanday topdingiz? Alloh xohlasa uchrashtirib, tanishtirib qo'yadi. Feruza opa, o'zingizni baxtsiz bechora ko'rsating, negativlamasa qilsin. Hazillar. Tak, kirib oldinglarmi? Qancha odam kiryapti? Shtabi men gapirishim uchun ozgina gapiraman. 1 minut, 2 minut chiqib ketaman keyin. Zapis qilsanglar, zapis qilib olinglar. Nima bu effekt bir paydo bo'lib, bir yo'qolib ketyapti? Gif necha kun davom etadi? Ertaga davom etadi. Tahajjudni har kun o'qiysizmi yo faqat juma kunimi? Ishoning, hozir o'qimayapman. Vaqtim bo'lmayapti. Doro qilishim kerakmi deyman yuzimni. Hozir bundoq qilamiz. Men bu polni anaqa bo'lib yotibdi. Tak. Odamlar kiryapsizlarmi? Siz bunaqa odamga loyiq emassiz-ku. Nima deganingiz bu? Siz insonni qanaqaligini qayerdan bilasiz? Alloh qalblarga qaraydi. Tashqi ko'rinish, boshqa. Misol uchun tashqi ko'rinish tomonlama ham juda ham kelishgan insonlar. Men hech kimni ayblamayman, o'rtoqlar. Kelinlik rasmlaringizni ko'rsatasizmi? Albatta, inshaalloh. Faqat nikohdan, zaksdan, xuddi mana merimi, menga turmushga chiqasammi degan vaqtlardan billa rasm ko'rmadinglar. Xuddi shunaqa bo'ladi. Meni turmush o'rtog'im o'zlarini Instagramga rasmlarini qo'ysalar ham, ko'rgandirsalar, boshqacha formatda qo'yadilar. O'zlari xohlagandagi, ular bunaqa fotosessiya, media, bu blogerlarning hayotidan ancha uzoq bo'lgan insonlar. Mayli, 10 mingta bo'lganinglar, 10 mingta bo'lganinglarda men sizlarga kerakli gaplarni aytaman, chunki juda ham bu fitnalardan men charchaganman. Hech kimga отчет berish niyatim yo'q, shunchaki men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'sha hadisda kelgan gaplarini inobatga olib, butun O'zbekistonga yoyilayotgan fitnani oldini olish maqsadida primoy qilyapman. Chunki meni boshimda ota-onam bor, meni qarindosh urug'larim bor. Men birovni oilasini buzib, birovni bolasini yetim qiladigan, uni o'rtasiga tiqilib kirib baxtsiz qiladigan inson emasman. Bolasi bo'lsa ham farqi yo'qmi? Ajrashganlar, nima farqi bor menga? Men nima 18 yoshli qizmidim? Misol uchun, men agar o'zimdan yoshi kattalarni kutsam, hammasi uylanib ketgan. Kimdir erini tortib olishim kerakmi? Bular yashab yurgan bo'lsalar, ajralganlar davno, уже почти 1 yil bo'ladi yaqinda. Xullas, mana men sizlarga haqiqatni aytaman. Men turmush o'rtog'imni uylanmaganlar
dedim, ular ofitsialni uylanmaganlar. Kim bilan yashab, qanaqa hayot qilgan bo'lsalar, misol uchun ikkala qiz ham yaxshi insonlar, bittasini farzandi bor, xalq taniydigan qiz, yaxshi obro'si bor, yoshi mendan kichkina, lekin mana hayotlari o'xshamagan. Ikkalovlari ham turmush qurishgan, bulardan oldin ajrashgan ayollar ekan va bularni shar'iy nikohi bo'lganmi yo'qmi, men uni tepasida turmaganman. Men bilishim shu turmush o'rtog'im bilan tanishganimda bittalari bilan ajralganlariga salkam 1 yil bo'lgan, ikkinchilari bilan ajralganiga qanchadir vaqt bo'lgan, kam muddat. Lekin ular farzandim bor deb menga aytganlar. Men qariyman deganlar. Ikkinchisi homilador deganlar. Xo'p deganman. Men tashab qo'ymayman ikkinchisini ham. Unga ham qariyman. Men haligacha o'sha kartasidan pul tashab, nimadir dorilar kerak bo'lsa, nima kerak bo'lsa hammasini qilaman. Chunki men farzandlarim ko'chaga tashab qo'ymayman deganlar. Men buni qabul qilganman. Meni hayotimda hozir hech kim yo'q. Men uylanmoqchiman deb aytganlar menga. Men rozi bo'lganman. Ungacha biz gaplashganmiz. Adamdan borib rozilik olib kelganlar. Onalari bilan tanishganlar. Bu to'ygacha ancha vaqtimiz o'tganda birgalikda. Men hech kimning hayotini buzib kirmadim. Men birovni bolasini yetimam qiladigan qiz emasman. Agar turmush o'rtog'im ikkinchi farzandlari ham eson-omon tug'ilsa, olib kelib shuni boqasan deb menga olib kelsalar, men boqaman. Chunki bola u. Men hech qachon yosh bolalarga nafrat bilan qarab, birovni bolasi yo anu ayol yo bu ayollarni men doim hurmat qilganman. Hech qachon hech kimni tanlovini men haqorat qilmayman. Birga yashash va ajralish ayb emas. Kimdir taqdiri bir-biriga to'g'ri kelmagan bo'lsa, misol ularning hayoti yashashgan, bir-birlariga to'g'ri kelishmagan, nima sabab bilan men bilmayman, ajralishgan. Ikkinchilari bilan ham shunaqa nimadir sabab bilan ajralishgan. Muhimi, ularni ajratgan inson men emasman. Mengacha ular ajralishgan va hozir hayotlarida men borman. Kimni qadriga yetadi, ikkinchisini qadriga yetmagan, birinchisini qadriga yetmagan boshqa borib o'zlari gaplashsin o'zaro. Men misol uchun menga qiziq emas. Men aytdim, 10 ta farzandlari bo'ladimi ko'chada, 100 ta farzandlari bo'ladimi? Menga aloqasi yo'q deganman. Agar uyga olib kelib, shu bizni farzandimiz, katta qilamiz desalar, men с удовольствием katta qilaman u farzandlarni. Men hech qachon nafrat bilan qaramayman, yaxshi ko'raman. Qaytanga o'sha birinchi farzandlarini rasmini ham ko'rganman, juda ham shirin bolacha. Nima, endi men turmush o'rtog'imni boshqatdan yana turmush qurishga haqqilari yo'qmi? Ajralganlar-ku. Yana nima, qanaqa? Mana Xiva debman, xorazmliklar bilishar ekan, ularni hayotlari qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan, qanaqa qizlar, nima sabablar bo'lgan ajralishlariga. Unda faqat to'y bo'layotgani uchun tegayapsizmi bu bola? Yo'q, конечно. Biz gaplashib, bir-birimizga to'g'ri kelib, qalblar Allohning qo'lida. Agar shu bitta ko'rishimizda bir-birimizga iliqlik his qilib, muhabbat solib qo'ygan bo'lsa qalbimizga, bu Allohdan. Afsusdat qilish har xil odamlarga emas. Men gapirgan narsalarim, men qo'ygan videolarim u ikkita ayolga aloqasi yo'q. U bizani haqimizda har xil fitna qilib, orqadan sasib yurgan g'iybatchilarga tegishli. Hech kimga meni adovatim yo'q. Hammani baxtli bo'lishga haqqi bor. O'sha qiz aytibdilar chiqib, yaqinda hayotimga boshqa inson kiradi deb. Allohdan ularga mukammal baxt so'rayman umrlarining oxirigacha. Ikkinchi qizga ham shu. Meni boshqa sizlarga aytadigan gapim yo'q. Oila buzar, boshqa balo-battar deb tuhmat qilayotganlarga Alloh kifoya qilsin. Men hech kim oilasini buzmaganman. Bundan keyin ham buzmayman inshaalloh. Hammanglar salomat bo'linglar. Yosh masalasiga kelsak, bu bizning ishimiz. Ma'lum, biz o'zimiz xohlagan inson bilan turmush qurib yashasak, bizga baxt tilaylar, o'zinglar ham baxtli bo'linglar. Qizim bo'lgan keyin o'g'lim tug'ilgan nima deyapti? Nima deyapti?
Voy xichiningdan joning chiqsin, voy savlating qursin, gavdang boru farosating yo'q. Ha bola tug'ilganda nikohdamiding, shariy nikohdamiding? Plastlama qichitma. Ay shariy nikohda bo'lgandan keyin juvonmay xotining bo'ladi-da. Xotining bo'ladi-da. Bola haromdan tug'ilmaydi-ku, isqot qog'ur. Voy dod adoy tamom mekat inho mana sarsoni sargardon mekat. Mukshat mana mukshat. Choy damla. Mazam qochdi. Choy damla, mazam qochdi. Shuncha bergan tarbiyalarim, shuncha bergan oq sutim hurmati yo'qmi? Voy 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 voy.